62 nafar bola Farg'onacha catering ortidan zaharlandi. Bolalar salomatligi oxirgi o'rindami? Ichki ishlar idorasidan o'lik chiqdi. Mubashshir Ahmad sog'lig'i yomonlashgani uchun jazoni o'tash muassasasidan kasalxonaga o'tkazildi. BMWni olib qochgan pravasiz 10-sinf o'quvchisi yo'l-patrul xizmati xodimining o'limiga sababchi bo'ldi. U 10 yilgacha qamalishi mumkin. Prezident M25 konida yuz bergan avariyaga yechim topilganini aytdi. Assalomu alaykum. Ortda qolayotgan haftaning O'zbekiston hayotiga oid ayrim voqealari Zamono'z dayjestida. Mutasaddilar Toshkent viloyatidagi fojiadan xulosa chiqarmadi. Oradan 6 oy o'tib Farg'ona shahridagi bog'chalarda 62 nafar bola ovqatdan ommaviy zaharlandi. Ma'lum bo'lishicha, bolalarga ovqatni Quvasoydan Garden Catering Trade yetkazgan. Taomlarni catering usulida bog'chalarga yetkazish Farg'ona viloyati hokimining 2024-yil 25-iyuldagi qarori bilan yo'lga qo'yilgan. Unda Quvasoy shahridagi davlat bog'chalarida 5 oy muddatga catering tizimini joriy etilishi, bu bilan Garden Catering Trade qo'shma korxonasi shug'ullanishi belgilangan. Shuningdek, mazkur tajriba sinov natijalari ijobiy bo'lsa, yil yakuniga qadar ushbu tizim Farg'ona shahridagi davlat bog'chalarida ham tashkil etilishi rejalashtirilgan. Oradan vaqt o'tib, Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi Garden Catering faoliyatini o'rgangan. Natijada korxona taomlarining retsepturalar to'plami, tarkibi va energetik qiymati Sanpin talablariga javob bermagan. Ovqatlarni tashish, saqlash va iste'molga oid sanitariya-gigiyena talablari bo'yicha tizimli ishlar belgilanmagani aniqlangan. Raqobat qo'mitasi ham viloyat hokimi Xayrullo Bozorovdan catering korxonasiga oid qarorini bekor qilishni so'ragan. Bundan tashqari, Antikorrupsiya agentligi korxona qonunga xilof ravishda tanlangani haqida hokimlikka taqdimnomalar kiritgan. Shularga qaramay, Garden Catering Trade 1-avgustdan boshlab tender va tanlovsiz 5 oy davomida bog'chalarga oziq-ovqat yetkazib berish huquqini qo'lga kiritgan. Faoliyati davomida 100 milliard so'mdan ortiq shartnomalar imzolagan. Viloyat hokimligi Garden Cateringda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyasiga asosan ratsionda 100 dan ziyod taomlar, salatlar hamda desertlar tayyorlanishi, u yerga 12 nafar turkiyalik yuqori malakali shef oshpazlar hamda 2 nafar sog'lom ovqatlanish bo'yicha injener-texnologlar jalb etilgani uchun ushbu kompaniya tanlab olinganini xabar qilgan. Shartnomalarda kompaniya O'zbek-Turk qo'shma korxonasi sifatida ko'rsatilgan bo'lsa-da, amalda bunday maqomga ega emas. Tegishli hujjatlarda bolalar ommaviy zaharlanishiga qadar kompaniya ta'sischisi Iqboljon Bozorov edi. Biroq fojiadan keyin Bozorov o'zining 100% ulushini Mo'ydinjon G'ofurovga o'tkazdi. Hozirda zaharlanish holati yuzasidan jinoiy ish ochilgan. Qayd etish joiz, bolalarning ota-onalari ham Quvasoydan keltirilgan ovqatlar sifatiga e'tiroz bildirgan. Ular bog'chaning o'zida ovqat tayyorlash kerakligini, Quvasoydan kelgan ovqatlar farzandlariga yoqmayotganini aytgan. 25 fevral holatiga ko'ra zaharlangan bolalarning 22 nafariga ahvoli yaxshilangani uchun uyiga javob berilgan. Ayni paytda 2-58 va 61-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining 40 nafar tarbiyalanuvchisi shifoxonada davolanyapti. 24 fevral kuni o'tgan matbuot anjumanida Sanepid qo'mita rahbarining birinchi o'rinbosari Nurmat Otabekov muammo faqat cateringda emasligiga ishora qildi. Otabekov jurnalistlarning savoliga javoban bolalarning ovqatini oldindan tekshirish imkonsizligini bildirdi. Boshqa tomondan bog'chada tekshiruv o'tkazmaslik uchun pul ham talab qilinayotgani bolalar salomatligiga panja orasidan qarashga o'xshaydi. Ochiq aytganda, Farg'onadagi zaharlanish fonida Jizzax viloyatida Maktabgacha va Maktab ta'limi bo'limi boshlig'i pora bilan qo'lga tushdi. U davlat bog'chalaridan birida tekshiruv o'tkazmaslik evaziga uning rahbaridan 4,8 million so'm olgan paytida qo'lga tushgan. Bolalarning ovqatiga e'tibor berilmasa, Farg'ona cateringi qonunbuzarliklarga qaramay ishlasa, boshliqlar pora bilan ushlansa, bu Surayyo Rahmonova aytganday millat genofondiga tahdid bo'lmaydimi? Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 7-sonli tergov hibsxonasida saqlangan 35 yoshli erkak vafot etdi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, u 21 fevral kuni shifoxonaga olib ketilayotgan vaqtda hayotdan ko'z yumgan. Marhumning o'limi 2-tip qandli diabetning og'ir asoratlari sababli yuzaga kelgan. Uning tanasida jarohat izlari aniqlanmagan. Manbalarga ko'ra, ayblanuvchi Xayrullayev Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani gaz ta'minoti korxonasida faoliyat yuritgan. U bundan biroz avval tuman hokimining yig'ilishlaridan birida hokimlik zalida qo'lga olingan. Xayrullayevga Jinoyat kodeksining xizmat mavqeidan foydalangan holda firibgarlik,
pora berish moddalari bo'yicha ayb qo'yilib, tergov jarayoni ketayotgan bo'lgan. Ichki ishlar vazirligining qo'shimcha qilishicha, 18 fevral kuni ayblanuvchi Xayrullayev kasalligi sababli Kattaqo'rg'on shahar tibbiyot birlashmasiga olib chiqilib, akasiga xabar qilingan va ularga shifoxonada qo'shimcha ravishda uchrashuv tashkil etilgan. Ayblanuvchi kerakli muolajalardan so'ng 20 fevral kuni shifokorlarning xulosasiga asosan sog'lig'i qoniqarli bo'lgani uchun hibsxonaga qaytarilgan. Qandli diabet va oyoq artrozi bilan og'rigan diniy ulamo Mubashshir Ahmad esa vaqtincha Toshkentdagi ixtisoslashgan kasalxonaga o'tkazildi. Uning advokatiga ko'ra, Navoiydagi jazoni ijro etish muassasasida saqlanayotgan Alisher Tursunovning oyoqlarida yana shish paydo bo'lgan. Shundan so'ng chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik uchun poytaxtdagi mahkumlar uchun ixtisoslashgan kasalxona Sangorodga yuborilgan. Tibbiy ko'rik kamida 2 hafta davom etishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, Alisher Tursunov 2025-yil 8-oktyabr kuni 2,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Sud uni diniy mazmundagi materiallar, jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallar tarqatish va milliy etnik adovat qo'zg'atish moddalari bo'yicha aybli deb topgan. Shundan so'ng Mubashshir Ahmad sud hukmi ustidan apellyatsiya shikoyati bermagan. Senatning Agrar suv xo'jaligi masalalari va ekologiya qo'mitasi raisi Anvar To'ychiyev Toshkent shahar hokimi Shavkat Umurzoqovga qarovsiz hayvonlar uchun pitomniklar tashkil etishdagi muammolar yuzasidan so'rov yubordi. U mavjud boshpanalarning soni va sig'imi, ushbu sohaga ajratilayotgan mablag'lar miqdori, mas'ul idoralar o'rtasidagi hamkorlik darajasi, nodavlat, notijorat tashkilotlari hamda faollarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qilinayotgan ishlar va kelgusidagi rejalar bilan qiziqqan. Senat matbuot xizmatiga ko'ra, fuqarolik jamiyati va faollar o'z mablag'lari hisobidan boshpanalar yaratmoqda. Hayvonlarni parvarish qilish, emlash va davolash bilan shug'ullanyapti. Toshkent shahrida qarovsiz hayvonlarni saqlash uchun mavjud infratuzilma yetarli emas. Shahar va tuman obodonlashtirish boshqarmalarining daydi hayvonlarni tutish bo'yicha ishlariga savollar mavjud. Xususan, ekojurnalist Nargiz Qosimovaning yozishicha, ko'plab mamlakatlarda qarovsiz hayvonlarni tutish va saqlashda maxsus brigadalar ishlaydi. Bunga psixonevrologik va narkologik dispanserlarda ro'yxatda turmaydigan maxsus o'quv kursidan o'tgan shaxslar jalb etiladi. Ular quturishga qarshi emlanadi. It mushuklarni tutish va tashishda insonparvarlik tamoyillariga rioya etishadi. Qosimova shularni keltirar ekan, O'zbekistonda bunday qoidalar yo'qligini bildirgan. Aslida itlarni vahshiylarcha o'ldiradigan, so'yadigan xodimlarga qoidalar amal qiladimi? Qosimovaning xabar qilishicha, 27 fevral kuni Angren shahrida boshpanasiz hayvonlarni tutish xodimlari itni so'ygani aniqlangan. Vazirlar Mahkamasining 2011-yildagi qarovsiz qolgan hayvonlarni tutish va saqlash bilan bog'liq xizmatlar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 202-sonli qaroriga asosan tutib olingan itlar 5 kun davomida saqlanishi va veterinariya ko'rigidan o'tkazilishi lozim. Biroq ushbu qarorda 5 kundan keyin egasi topilmagan jonivorlarning keyingi taqdiri, shuningdek ularni boqish kim tomonidan amalga oshirilishi aniq belgilanmagan. Shu sababli mazkur qarorni qayta ko'rib chiqish zarur. Shuningdek, zudlik bilan boshpanasiz hayvonlarga nisbatan shafqatsizlikni oldini olish bo'yicha ishlab chiqilgan qonun loyihasini ko'rib chiqish va qabul qilish zarur, deya yozdi ekojurnalist. Hozircha holat yuzasidan rasmiy axborot berilmadi. Toshkent shahrida 10-sinf o'quvchisi boshqaruvidagi BMW M4 urib yuborgan yo'l patrul xizmati xodimi vafot etdi. Prokuraturaga ko'ra, yigit joriy yil 25 fevral kuni soat 21:30 larda tanishining opasiga tegishli bo'lgan BMW rusumli avtomashina yuvish shoxobchasida qoldirilganidan xabar topib, uni olib qochgan. Shundan so'ng u Mirobod tumani Nukus ko'chasida harakatlanayotgan vaqtda piyodalar va boshqa harakat ishtirokchilari xavfsizligini ta'minlash maqsadida transport oqimini to'xtatish haqida jezl bilan ishora bergan yo'l patrul xizmati xodimi inspektori Hosilbek Eshnazarovning qonuniy talabiga bo'ysunmagan. Haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan huquqbuzar javobgarlikdan qochish maqsadida oldi va yon tomondagi avtomashinalarni keskin aylanib o'tib, xizmat vazifasini bajarayotgan xodimni urib ketgan. Afsuski, Hosilbek Eshnazarov shifokorlarning tibbiy yordamlariga qaramasdan 27 fevral kuni vafot etgan. Uning 2 o'g'li va 1 qizi
otasiz qoldi. Dastlabki tergov davomida aniqlanishicha, 2010-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan shaxs jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimay, o'z tengdoshlari orasida Instagram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda o'zini ko'rsatish, chet elda ishlab chiqarilgan turli avtomashinalarni maqtanib, namoyish qilish maqsadida avtomashina ovozini noqonuniy ravishda kuchaytirib, migalka va sirenalar o'rnatgan holda bir necha marotaba jamoat xavfsizligiga qarshi huquqbuzarliklar sodir etib kelgan. Muqaddam ham avtomashinani boshqarib, yo'l-patrul xizmati xodimlarining to'xtash haqidagi qonuniy talabiga bo'ysunmagani uchun joriy yilning 9-yanvar kuni uning otasi sud qaroriga asosan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmaslik bilan ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Dastlabki tergovda avtomashinani boshqargan voyaga yetmagan shaxsning harakatlarida transport vositasini olib qochish hamda jabrlanuvchining o'limiga sabab bo'lgan qasddan badanga og'ir shikast yetkazish alomatlari mavjudligi aniqlangan. Shu munosabat bilan u Jinoyat kodeksining 267-moddasi 1-qismi va 104-moddasi 3-qismi D bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinuvchi tariqasida ushlangan. Bu ayblovda 10 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Ushbu voqealar fonida BMW M4 avtomobili 2002-yilda tug'ilgan Atadiana va Leyla Begzodovnaga tegishli ekanligi aniqlandi. U 2024-yildan hozirgacha kamida 18 marta transport vositasi boshqarish huquqi bo'lmagan shaxsga haydash uchun bergan. Yana 37 marta boshqa turdagi yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzgan. Rossiyada o'zbek migrantining qahramonlik ko'rsatgani haftaning olqishlanadigan voqeasi bo'ldi. 22-fevral kuni Sankt-Peterburgda ishlayotgan 36 yoshli Xayrullo Ibadullayev 7-qavatdan tushib ketgan 7 yashar bolani havoda tutib, hayotini saqlab qoldi. Mahalliy nashrlarga ko'ra, bola deraza tokchasida o'tirib, planshet o'ynayotganda sirpanib ketgan. Bu paytda Ibadullayev pastda qor kurayotgan bo'lgan. Xayrullo Ibadullayevning qahramonligi ikki davlatda ham e'tirof etildi. Xususan u O'zbekistonda jasorat medaliga, Rossiyada 1 million rubl, qariyb 160 million so'm mukofot puli va qutqarishdagi jasorat uchun ko'krak nishoniga sazovor bo'ldi. Qolaversa unga migratsiya agentligi o'ziga qulay vaqtda O'zbekistonga parvoz qilish uchun sertifikat ham sovg'a qildi. 4 farzandning otasi qashqadaryolik Ibadullayev mukofot pullarini otasini davolatishga ishlatishini, mashina sotib olish niyati borligini bildirgan. Hozirda u O'zbekistonga qaytib kelgan va uning ota-onasiga umraga yo'llanma taqdim etilgan. Oramizda shunday insonlar ko'payaversin. Shavkat Mirziyoyev 26-fevral kuni Surxondaryo viloyatiga tashrif buyurdi. Dastlab davlat rahbari Termiziy maqbarasini ziyorat qildi. Bundan tashqari Mirziyoyev Termiz tumanidagi Tomorqa maktabi faoliyati bilan tanishib, ilmiy hamkorlikni kuchaytirish kerakligini aytdi. Qayd etilishicha, maktabda Surxondaryo sharoitida 1 yilda 3 marta hosil olish amaliyoti o'qitilmoqda. Shu paytga qadar 1300 nafarga yaqin ishsiz va kambag'al oila a'zosi maxsus kurslarni tugatib, o'z tomorqasi yoki ijara yerlaridan samarali foydalanish orqali o'zini o'zi band qilgan. Kursda qatnashuvchilarga yuqori daromadli ekinlar ekish va 1 sotix yerdan o'rtacha 10-15 million so'm daromad olish metodikasi amaliyotda ko'rsatiladi. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev Jarqo'rg'onda qurilayotgan yangi O'zbekiston massivini ko'zdan kechirdi. Cho'l hududini o'zlashtirish hisobiga bunyod etilayotgan massivning 50 gektarida 116 ta ko'p qavatli uy qurilishi rejalashtirilgan. Hozirgacha poliklinika, 180 o'rinli bog'cha, 330 o'rinli maktab va mahalla binosi foydalanishga topshirilib, 68 ta uydagi 1,5 mingta xonadonga aholi ko'chib kirdi. Davlat rahbari Surxondaryoda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar ko'rgazmasi bilan tanishib, 7,1 milliard dollarlik 44 ta loyihani ishga tushirdi. Davlat rahbari viloyat hokimligida o'tgan yig'ilishda Boysundagi M25 konida yuz bergan avariyaga ilmiy yechim topilganini ma'lum qildi. Biz avariyani ham to'xtatamiz. Surxondaryo iqtisodiyotiga katta turtki beradigan loyihani ham boshlaymiz, dedi prezident. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shular edi. Boshlanayotgan hafta xayrli va barakali bo'lsin. Salomat bo'ling.